Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga boshlovchi Nilufar Sotiboldiyeva haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. O'zbek, rus va ingliz tilida erkin gaplashadigan boshlovchi Nilufar Sotiboldiyeva bu yil 43 yoshni qarshiladi. Hamisha kiborlardek kiyinadigan va O'zbekistondagi eng qimmat boshlovchilardan biri deya e'tirof etiladigan boshlovchining muvaffaqiyat siri nimada? U shaxsiy hayoti haqida gapirishni unchalik istamasa-da, boy badavlat insonning farzandi bo'lmagani va bugungi kunga erishish uchun qiyin kunlarni boshidan kechirganini yashirmaydi. Otam borida hammasi yaxshi edi. Nilufar Sotiboldiyeva 1982-yili Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Oilada 2 qiz, uning bir nafar singlisi bor. Otam vafot etgunga qadar bolaligim juda go'zal o'tgan. Onamning aytishicha, bog'cha yoshidan boshlab hech kimga gap bermaydigan, gapga chechan qiz bo'lganman. Onam shifokor bo'lgani uchun qizlarning ham shu sohada egallashini orzu qilardi, ammo men biron marta shifokor bo'laman demaganman. Hatto kichik yoshda boshlovchi degan so'zni bilmay televizorning ichidan chiqaman derdim. Afsuski, otam og'ir xastalik bilan hayotdan juda erta tark etgan. O'shanda men 3 yoshda, singlim esa 6 oylik chaqaloq bo'lgan. Otamning yelkasida mindirib olib yurgan kunlari juda yaxshi eslayman deydi. Onam kechasi bilan yig'lardi. Nilufar Sotiboldiyeva ko'pchilik badavlat deb biladi, ammo u oilasi bilan ko'plab moliyaviy qiyinchiliklarni boshidan kechirgan. Otasining vafotidan so'ng ko'chada qolgani, tinimsiz ijara uyni almashtirgani haqida so'zlab berdi. Otam vafot etgandan keyin onam 2 farzandini olib ijara uyga ko'chib o'tishiga to'g'ri kelgan. Onam Toshmida shifokor bo'lib ishlagani bilan ham kam maosh olardi. Oyligi u qadar ko'p bo'lmagani uchun ijara pulini to'lashga qiynalardi. O'z uyida yashaydigan odamga kunlarning o'tishi unchalik sezilmaydi, ammo ijarada yashaydigan odamga oy juda tez o'tadi. U egalari bilan kelib ijara pulini so'rashganida ba'zan onam berolmay qolardi. O'sha kuni kechasi bilan uxlamay yig'lab chiqqanini o'z ko'zim bilan ko'rganman. O'shandayoq onamga uy sovg'a qilaman deb o'zimga so'rab kelganman deb niyat qiladi, deydi Nilufar Sotiboldiyeva. Ijara uyni ko'p almashtirardik. Nilufar Sotiboldiyeva bolalikdan til o'rganishga va jurnalistikaga qiziqqan. Ko'pchilik tengdoshlari tilni repertuar qatnab o'rganishsa, u mustaqil o'rganishga majbur edi. Chunki onasining oyligi ro'zg'or va ijara pulidan ortmasdi. Oddiy maktabda o'qiganman, ammo unda eng a'lochi va lider o'quvchi edim. U yerda ingliz tilini chuqur o'rgatishardi. Ijara uyni almashtirganimizdan keyin maktabimni o'zgartirishimizga to'g'ri kelgan. Ustozlarim onamni chaqirib, "Nilufar maktabdan ketmasin, biz ham yordam beramiz" degan. Ammo men yo'lkiraga onam harakat qilishini o'ylab boshqa maktabga o'qiyman deganman. Ammo yangi maktabga o'tgach bu qarorimdan afsuslanganman, chunki u yerdagi ta'lim va o'quvchilarning bir-biriga bo'lgan munosabati u qadar yaxshi emasdi. Liderlikka intilishim ham ko'pchilikka qizlarga yoqmasdi, deydi Nilufar Sotiboldiyeva. Yoqimsiz ishlarni qilishga majbur bo'lganman. Boshlovchi 16 yoshidan boshlab ishlashga va o'zi uchun yoqimsiz ishlarni ham qilishga majbur bo'lganini kulib eslaydi. Maktabni bitirib texnikumga, maktabgacha ta'lim fakultetiga o'qishga kirganman. Yozgi ta'tilda onam qiynalayotganini ko'rib, hech bo'lmasa 3 oy yordam bo'lar deb bog'chaga ishga kirganman. Mudira ayol ingliz tilini bilishimni eshitib quvongan, ammo meni tarbiyachi sifatida ishga ololmasligini aytgan. Ishlashim kerak deb vaziyatni tushuntirganimdan keyin tarbiyachiga yordamchi qilib ishga olgan. Singlim bilan yoshimiz orasidagi farq u qadar katta emas. Bolalarni tarbiyalash haqida hech qanday ma'lumotga ega emasdim. Aksiga olib men yasli guruhga ishga olishgan. U yerdagi bolalar juda kichik, hojat qilishni ham bilmaydilar bor edi. 16 yoshli qiz uchun vaklarni to'kish qanchalik yoqimsiz bo'lmasin, ularga qilishga majbur edim, deydi Nilufar Sotiboldiyeva. Bizga bepul kiyim berishardi. Boshlovchi bugungi kunda xorijning qimmatbaho brend kiyimlarni xarid qilishini
yashirmaydi. Taassufki, u bolaligida kam ta'minlangan oila farzandlari sifatida ro'yxatda turgan va davlat tomonidan beriladigan kiyimlarni kiygan. Bundan hech qachon uyalmayman. Boquvchimiz yo'qligi uchun har mavsumda bizga bepul kiyim-kechak berilardi. Onam kiyimga emas, ko'proq ta'lim olishimizga pul ajratardi. Kitob, daftardan pul ayamasdi. 16 yoshimda olgan ilk maoshimni onamga olib borganimda, senga yangi kiyimlar sotib olamiz degan. O'shanda ilk marta Otchopar bozoriga borib yangi ko'ylaklar sotib olganmiz, deydi Nilufar Sotiboldiyeva. Men o'qishdan chetlashtirishmoqchi bo'lishgan. Boshlovchi o'z kuchi bilan O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida shartnoma asosida o'qishga kirgan. U qanchalik a'lochi talaba bo'lmasin, shartnoma pulini to'lamaganligi uchun dekanatning qora ro'yxatida turgan. Shartnoma pulini vaqtida to'lamaganim uchun o'qishdan chetlashtirishmoqchi ham bo'lishgan. Ba'zi hollarda tushunib pulni kechiktirib to'lashimga ruxsat berishardi. Kursdoshlarim tarjimon yoki pedagog bo'lishni orzu qilishsa, men faqat suxandon bo'lish haqida o'ylardim. 4-kursda O'zbekiston televideniyasida ish so'rab borganimda ingliz tili redaksiyasidan bosh muharrir matn yozdirib ko'rgan, ammo tajribasizligim sabab yozganlarim unga yoqmagan. Ayb o'zimda bo'lsa ham jahl bilan eshikni yopib chiqib ketganman, deydi Nilufar Sotiboldiyeva. O'z o'rnimni topolmaganman. Ko'p vaqt o'tmay Nilufar Sotiboldiyeva Sport kanalida boshlovchilar uchun kasting o'tkazilayotgani haqida eshitib qoldi. U sportga qiziqmasa-da kastingda ishtirok etdi. Xabarlar redaksiyasining bosh muharriri Safarmat Safoyev sportga qiziqasizmi deb savol berganda oshirib-toshirib qiziqishim haqida so'zlab berganman. Yarim yil amaliyot o'tganimdan keyin ammo o'z o'rnimni topolmaganman. Men ham syomkalarga chiqay deb iltimos qilganimda Anvar Ikromov muxbir yigitlardan biriga meni ham o'zi bilan syomkaga olib ketishini so'ragan. Siz jahon tillarida o'qiysiz-a? Bizga tarjimon kerak edi deb meni Iroq jamoasi bilan uchrashuvga olib ketishgan. Murabbiy meni ko'rib ajablangan, chunki u yillar futbolda qizlarni uchratish amri mahol edi. Futbolga qiziqasizmi deb so'raganda, ha, rosa yaxshi ko'raman deganman. U meni sinab ko'rish uchun futbolda nechta o'yinchi bo'ladi deb savol berganda, o'ylab o'tirmay 14 ta deb javob berganman. Bizdan kulgi ko'tarilgan va ustimdan kulishgan edi, deydi Nilufar Sotiboldiyeva. Bizni sharmanda qilding deyishgan. Mana shu voqeadan keyin Sport kanali ijodkorlari Nilufar Sotiboldiyevani xushlamay qolishgan. U bizni sharmanda qildi deb hisoblashgan. Anvar Ikromov sizga 1 oy muddat futbolni o'rganing deya vazifa bergan. U Otabek Eshmatovdan futbol tarixidan tortib klub va terma jamoaning farqli jihatlari haqida so'rab o'rgandi. Hamisha men efirda chiqishim kerak degan o'y tinchlik bermasdi. Mikrofon tutib turgan qo'lim ko'rinib qolsa ham xursand bo'lib ketardim. İlk marta efirga chiqishim u qadar muvaffaqiyatli bo'lmagan, chunki Anvar Ikromov efirga chiqishimdan avval nega tashqi ko'rinishingizga e'tibor bermadingiz, bu nima kiyim deb urishib bergan. O'shanda yig'laganimdan ko'zlarim shishib ketgandi. Ammo syomkadan keyin xatoyimni asta tushuntirgan qora kostyum ichidan qop-qora kofta kiygan ekanman. Haqiqatdan ham kadrdan bog'liq ko'ringanda, deydi Nilufar Sotiboldiyeva. Instagram blogi kuzatuvchisi bilan sudlashdi. Bu yil Nilufar Sotiboldiyeva Instagram sahifasidagi qizi bilan raqs tushayotgani aks etgan video ostida haqoratomuz izoh yozgan erkak bilan sudlashdi. Ma'lum qilinishicha, o'tgan yili 30-iyun kuni Navoiy viloyatida yashovchi fuqaro Sotiboldiyevaning Tailandda qizi bilan olgan va Instagram sahifasiga joylashtirgan video ostida boshlovchini so'kib izoh qoldirgan. Sudya Bahrom Berdiyev sudlanuvchini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi haqorat qilish 2-qismi bilan aybdor deb topdi. Unga ish haqining 10% davlat daromadi hisobida ushlab qolish holda 1 yil muddatga axloq tuzatish ishlar jazosi tayinlandi. Nilufar Sotiboldiyeva eng badavlat o'zbek boshlovchisi.
Nilufar Sotiboldiyeva bugungi kunga kelib eng qimmat o'zbek boshlovchisi ichida yetakchilik qiladi. Uni nafaqat mahalliy, balki xorijdagi o'zbek millionerlari ham to'ylarga taklif etishadi. U shaxsiy hayotini haqida gapirishni unchalik yoqtirmaydi, faqatgina qizi bilan tushgan rasmlarni Instagram sahifasiga joylaydi. Nilufar Sotiboldiyeva sayohat qilishni va shoppingni yoqtiradi. Xullas, bolaligi qiyinchilikda o'tgan va yangi kiyim sotib olishga imkoniyati bo'lmagan qizaloq bugungi eng badavlat ijodkorlardan biriga aylangan, deyiladi xabarda. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarni namoyish etib boramiz.